va faqat qizlar to'g'risidagi ma'lumotlar. Demak, boshlaymiz. Faqat bolalar qizini tug'ilgan kundan bir kun oldin urishib qolishi mumkin. Faqatgina qizlar soat kechasi 3 da yigitiga uxlayapsizmi deb SMS yozadi. Faqatgina bolalar qizini taksiga o'tkazib, o'zi bechara avtobusga ketadi. Faqatgina bolalar puli kam bo'lsa ham cho'ntagidan ko'p qilib chiqarib maqtanib yurishadi. Faqatgina qizlar shimmusdan yubka kiyib olishadi. Faqatgina bolalar restoranda ovqatni nomiga emas, uni narxiga qarashadi. Faqatgina bolalar uzoqdan kelayotgan qizga qarab, tikilib turishadi, yaqinlashgandan keyin, bo'lmabdi. Faqatgina qizlar to'yi qancha yaqinlashsa, shuncha iboli, xayoliy bo'lib qolishadi. Faqatgina qizlar mashinasida benzin tugab qolsa, kapotni ochib qarab turishadi. Balon teshilib qolsa ham kapotni ochib qarab turishadi. Faras buzilib qolsa ham kapotni ochib qarab turishadi. Xuddiki kapotni ochib qarab tursa, mashinani rahmi kelib oxiri o'zi yurib ketadi. Faqatgina bir kun Turdiali Berdiyev yana konsert berayotgan ekan. Faqatgina qizlar yigitiga u meni sevmaydi, qadrimga yetmaydi deb SMS yozadi, ketidan "Voy, kechirasiz, sizga yetib qopti" deyshadi. Faqatgina qizlar uchrashuvga kal yubka kiyib chiqadi, sal yaqinlashib qo'lidan ushlayman siz, "Voy, meni kim deb o'ylayapsiz" deyshadi. Faqatgina bizani bolalar to'yga borganda sevgan qizi bo'lsa ham qiz qidirib urishadi. Faqatgina oxirgi marta Turdiali Berdiyev yomon iltimos qildi, konsertga kelinglar. Faqatgina Islom Aliyev, faqatgina Kamijuz uchun, maxsus sizlar uchun. Rahmat. Tavanlarım atlar, kutlu bulmayın. Şaklar benim, kirgesi mıhtı bulmayın. Mutçukta da kaynin, mıhtı yok. Tuğmak benim, anamdayım, anam bulmayın. Mirmiş baskan, söpkeni dağlatma. Ah urama, basma, жаллатma. Tümün yıkası törpülgin, ana şimdi yeri gözüm dört bulup salınma, yergeniz salınma, tabıtma, yergeniz tabıtma, müldirip gözden jaslı bulamayın, ey kazak kızı, жуламадым, ал құрметті күйеу баласынан аманаттап барамыз, біздің қызды жылатпағын, қошемет ағайын, кәдеге, қошемет ағайын, бәрі келді. Nimaga? Onayni ama, onini ama. Onayni ama, onini ama. Nima gap? Başla. Men buni oddiy qabul qilaman, ammo siz nimasini aytasiz? Men birdaniga stopni bosing derdim. Lekin nimagadir tomoshabinga aynan shunisi qiziq. chunki bu jarayon yanada jonli ekani bilan ham e'tiborli bo'lsa kerak. Ana xolos. Ha, navbat aynan shu sahifaga. Ketdik, olindi. Rekka bosganmisiz? Diqqat, kamera, motor. Ketdik. Qizlar, shoshilmang, avval yigitlarimiz tayyorlanib olishsin. Endi qo'limni qanaqa qilib qo'ysam bo'ladi, bra? Ha? Qo'limni qanaqa qildim. Ana endi boshlasak ham bo'ladi. Bollivud yangiliklari bilan tanishtiruvchi Olimxon birinchi marta hindcha salomlashishga biroz qiynaldi. Bollivud, простите, хабара ke satha hamam veshim.
Bollywood ap Rossiya Bollywood ap Bollywood ap Bollywood. Iqbolaning gaplarini diqqat bilan tinglasangiz, u aslida o'zbekcha so'z aytayotganini eshitasiz. Super agent. Super agent o'zi o'zbekcha gapmi? Ba'zida birgina so'zni unutish yoki o'zgartirish butun bir matn ma'nosini o'zgartirib yuborishi mumkin. Inson salomatligiga ta'siri borasida qadar izlanishlar olib borishdi. Qator ekan o'zim. Qadarimni ketdi. Tongi badan tarbiya haqida juda ham ko'p yaxshi gaplar eshitdik. Do'stlarga yordam berish uchun, hatto o'qituvchilarga yordam berish uchun ham Asdinginadir qilqon. Sen mimikalarim o'zimga yoqmayotgan. Ay, siz ko'zingiz ta'sir qilmang. Shap tomog'imdan bir narsa bo'g'di-yu. So'zlarda adashmaslik uchun avval nutq mashqlarini qilish kerak. Saralash bosqichlari haqida batafsil ma'lum Aytgancha, lekin bu har doim ham yordam bermaydi. Kichkintoylar bir ishni qilmay turib qo'lidan kelmasa kerak deyish noto'g'ri. Kino life qiynaladi. Bo'lmasam, Men Kino life'da deyman bahor mavsumi. bahor mavsumi. Qani qaytachi bahor mavsumi. Bahor mavsumi. 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 Kep, mana. Kino life'da Xo'p, aytib, mayli, Kino life'da deb men bahor mavsumi deyman, xo'p? Qara, ketdik. Kino life'da Bahor mavsumi. Koko. Ana, hamisha yuzidan kulgu arimaydigan Alisher Fayz ham tayyor. Boshlaydi. Boshlayvering. Qiynalasizda deganimizga qaramay so'zlarini yana qaytadan boshladilar. Ko'nglim to'yga ketaman-da, xato o'qisamam. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar hamisha amal qilishimiz kerak bo'lgan oltin qoidalar Oyga qilmayman. Muxti, siz mushiksiz, itmas. Tani nishonma. Stop. Voy, bitta gapirib, o'nta kulamiz. Shunaqamiz. Ana shunaqa, dastur tayyor bo'lgunga qadar talashamiz, tortishamiz, adashamiz, lekin sizga eng yaxshisini ulashamiz. Tan berdim. Chekindim, bo'ldi.